Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, Samarqandda yana bir navbatdagi obyektni obzoriga kelganman. Bu yoqqa ustalarimiz ishlayapti va bugungi obzorimizga mana shunaqa fasadli klinkerlar haqida ma'lumot beraman. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin bitta laykni bosib qo'yinglar. Bitta obuna ham bo'lib qo'ysalaringiz agar mana shunaqa yangidan yangi obyektlarimizning fasad ishlarini, videolarini qo'yib ketamiz. Xo'p, azizlar, bu obyektimizning fasad qismlariga mana shunaqa Eronning loft masala degan pozitsiyasini berganmiz. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa holatda bo'ladi bu. Mix bo'ladi, rangi однотонный bo'lmaydi. Xo'p, razmeri 24 ga 6,5 bo'ladi, g'ishni razmeri. Issiqqa, sovuqqa juda ham chidamlisi. Mana shu orqalarini ko'rsangiz, sovuqni, qorni nimalari ham turibdi. Umuman qorga, issiq sovuqqa umuman sifati, rangi o'zgarmaydi. Bir marta tersangiz umrbod qoladi. Xo'p, bu plitkamizni hozirgi kundagi 1 kvadrat metri 260 ming so'm azizlar. Mana shunaqa devorlari shkaturka bo'lsa, shkaturkali devorlarga kafenli kley bilan teriladi. Ko'p joyda hozir bilsalaringiz kerak, mana shunaqa Eronning toshlari juda ham modaga kirgan. Ya'ni atkoslarga, deraza eshiklarga, burchaklarga tosh bo'lyapti. Ko'pchilik mana shu toshni qilib o'rtasiga nima qilay deb o'ylanib o'tiradi. Mana shunaqa kavanchik plitkalardan foydalansangiz agar atrofi tosh bilan kombinatsiya bo'lgan joylarga juda ham chiroyli chiqadi. Endi mana bu tomonni uyni egalari polni toshdan qilgan ekanlar, kirganda to'g'ridagi uyni. Endi sizlarga bitta savol, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qo'yinglar. Mana shu joyni ham atrofini tosh qilib, ichini kavanchik qilsa qanday chiqardi? Endi mana shu toshning o'zi chiroyli turibdimi, mana shu oppoq? Fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozsalaringiz agar o'qib chiqamiz. Xo'p, mana bu tomonlarga ham ko'rib turganingizdek, mana shu plitkalarimizdan terilib chiqqan. Plitkalarimizni qalinligi 1 sm. Endi yana bitta nima, ko'pchilik buni nima bilan teriladi deydi. Buni kley bilan tersangiz bo'ladi, lekin bizlarga o'zimizning maxsus mana shu nimalarimiz bor, kleylarimiz bor. Bu ham kley, ham fuga, ham anaqa hisoblanadi, zatirka hisoblanadi. Mana anaqa devorlari shkaturka bo'lsa agar, ko'pchilik zatirkasini qilmaydi, plitkani tergandan keyin zatirka qilmaydi. Mana shu zatirka qilmaydi. Tagi esa qop-qora bo'lish uchun mana shu kleylarni devorlarga surtib chiqsangiz bo'ladi. Hozir tepadan ko'rsataman yana. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganingizdek tepaga chiqib oldim men. Sizga ozgina ish jarayonlarini bilan tanishtiraman. Xo'p, bu yerga boya aytganimdek, mana shu o'zimizning qora kleylarimiz ishlatyapti. Hozir buni mana bunaqa ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, bu kleyimiz 3tasi birga hisoblanadi. Ya'ni bu kley bilan mana shunaqa birdan plitka tersangiz bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, devoringiz mana bunaqa shkaturka bo'lsa, mana ko'rib turganingizdek, narigi tomon shkaturka. Bu ham xuddi shunaqa edi. Bu yerga esa mana shu devorni qoraytirgan. Ya'ni kleyni surtib chiqsangiz, mana shunaqa tagi qop-qora bo'ladi. Zatirka qilmagan paytingiz, mana shunaqa tagi fuga qilmagan payti tagi qop-qora ko'rinadi. Bu ikkinchisi, uchinchisi esa plitkani terib bo'lganingizdan keyin mana shunaqa zatirkalarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Bir qopi 150 ming so'm, 25 kilo bo'ladi. Mana shunaqa narsalarga ishlatsangiz bo'ladi. Ham tersangiz bo'ladi, ham qoraytirsangiz bo'ladi, ham zatirka qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 3tasi birga bu narsa. Mana shu holatda. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, tepada ham obzorni ko'rsatdim. Endi usto haqqiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik buni usto haqqini ham so'raydi. Hozirgi ustolar nech pul bilan teryapti deydi. Xo'p, hozirgi ustolarimiz bu plitkamizni 1 kvadrat metrini 150 ming so'mdan teryapti. Mana shunaqa bitta-bittalab kleyda yopishtiradi, ko'rib boya ko'rsatganimdek. 150 mingdan 1 kvadratini keladi. Xohlasangiz siz mana bunaqa zatirkasini qilsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz shunday tursa ham juda chiroyli chiqadi. Kleylarimizga garantiya, umuman tashamaydi. Tagi ham qop-qora turaveradi. Xo'p, kleyimizni bir qopi hozirgi kunda 150 ming so'm, boya aytganimdek. Mana shunaqa bir qopi 10 kvadrat joyizga yetadi. Xohlasangiz kleyga ishlating, xohlasangiz zatirkaga, xohlasangiz tagini qoraytiring devorni. Xo'p, azizlar, bunaqa plitkalarimizning assortimenti juda katta bizlarga. Bu bitta pozitsiyasi bo'lsa, Eronning bundan tashqari 10 xil pozitsiyasi bor. Ranglari, turlari har xil assortimenti. Kimgadir oppog'i yoqadi, kimgadir однотоннisi yoqadi, kimgadir usti g'adar-g'udurli yoqadi. O'shaning uchun turi juda ko'p bizlarga. Bu не только Eron, bizlarga Polshaniki, Rossiyaniki ham bor. O'sha plitkalarning katalogini olmoqchi bo'lsangiz, mana shu pastga raqamlar qo'yaman. Shu pastdagi raqam orqali bog'lansangiz, bolalar sizga katalog tashlab beradi. Uyingizga mana shunaqa shkaturka qilib, tosh qilgan bo'lsangiz, 50% mana shu shkaturka qilib shuni yopishtirmoqchi bo'lsangiz agar, albatta aloqaga chiqsalaringiz agar,
bolalar mana shu kataloglarni tashlab beradi. Katalog orqali mahsulotlarni tanlab, fasadlaringizga mana shuni tersangizlar, bir marta terasiz, shu bilan umrbod qoladigan narsa bu. Sifatiga javob juda ham chiroyli chiqadi. Xo'p, azizlar, video yoqqan bo'lsa, albatta обязательно bitta laykni bosib qo'yib, videoni fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tashlab qo'ying.